Bugungi bizning mavzuyimiz uretra orqa klapani bilan dunyoga kelgan bolalarni davolash taktikasi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tashxis tasdiqlangandan so'ng davolash taktikasi amalga oshiriladi. Bu birinchi navbatda endoskopik usulda transuretral uretra orqa klapanini kesish va bolani uzoq muddatga nazoratga olish. Ya'ni bu amaliyotdan so'ng qovoqning ichidagi bosim pasayadi. Pasaygandan so'ng qovoq stabilizatsiyasi amalga oshiriladi. Bu o'z navbatida keltirib chiqargan asoratlari, ya'ni qovoq silitayi refluksi yoki obstruktiv megaureta holatlarini yo'qotadi. Agarda bolani holati bu davolash usulidan so'ng stabillashmasa, aksincha og'irlashishni boshlasa, unda zudlik bilan vezikostoma, ya'ni qovoqning ustida teshikcha ochiladi yoki uretrostoma, ya'ni o'sha siydik naylarini tashqariga chiqariladi. Buning natijasida yuqori siydik traktida, ya'ni siydik nayi va buyraklardagi kengayishlar asta-sekin kamayadi va bola stabillashadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bu tashxis qo'yilgandan so'ng hech qanday perkutan nefrostomiya yoki buyraklarni stentlash amaliyotini bajarilmaydi. Nimagaki, bularning asosiy sababi bu qovoqning ichidagi nostabil bosim. Nostabil bosimni yo'qotgandan so'ng yuqoridagi kengayishlar avtomat ravishda ketadi va ya'ni o'sha kengayishlari kamayadi. Bu o'z navbatida bolani tez tiklanishiga olib keladi.